Firdirlik kompaniyasiga urgan navbatdagi zakazlarim keldi. Mana shunaqangi chek orqali ro'yxat bilan keladi. Kompaniyaga a'zo bo'lish mutlaqo bepul. Ro'yxatdan o'tsangiz, sizda nabarot juda ham zo'r imkoniyatlarni qo'lga kiritasiz. Birinchisi bu, ya'ni ro'zg'oringiz uchun kerakli bo'lgan mahsulotlarni 20% chegirmada olasiz. 50 balldan zakaz beradigan hamkorlar har doim mahsulotlarni 26% chegirmada arzon olishadi. Kompaniyada 3 xil yo'nalish bor. Birinchisi bu aqlli iste'molchilik, ya'ni ro'zg'orbob mahsulotlarni o'zingiz uchun, ro'zg'oringiz uchun olib ishlatib yurasiz. Bu toza rossiyskiy original mahsulotni juda ham arzon narxda, ya'ni sklad narxida olib ro'zg'oringiz uchun ishlatasiz degani. Bozordan ham juda ham arzon tushadi sizga. Ikkinchisi bu sotuvchilik. Ichki narxida mahsulotlarni xarid qilasiz, katalog narxida sotsangiz daromad ko'rsangiz bo'ladi. Uchinchisi bu bizda уже biznes reja asosida ishlanadi. Komanda to'playsiz. Komandangiz qancha kengaygan sari sizni daromadingiz oshib boraveradi. Bu juda ham zo'r imkoniyat.